2000-yillarda Nexia tuning uchun asosiy obyektga aylanishga ulgurgan. Tuningning asosiy elementlari esa quyidagi bo'lgan: signalizatsiya, enforcer, obveslar mahalliy, DAS, yukxona ustida spoiler, agar stop chiroqlari bo'lsa, undan ham zo'r. Ba'zilar radiator panjarasini ham o'zgartirishgan. Uzoqdan qarasa, BVga ham o'xshab ketadi. Shunday emasmi? Quyma diskalar, spitsalari qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Original tank avtomagnitola CD Sony yoki Pioneerga o'zgartirilgan. Vetroviklar original Cielo Le Mans. 2000-yillarda tuningni yana bir noodatiy uslubi bo'lgan. O'sha paytda kolgotkalar nafaqat bank o'marish uchun, balki orqa chiroqlarni tonirovka qilish uchun ham ishlatilgan.